bitta blok. Mana bu eng aktual birinchi blok. Agar siz bu yoqdan ikkinchi blok qayerdandir misol uchun bundoq qilamiz, bu yoqdan ham ketib qolishi ehtimoli bor. Mana bu narsaga aldanib qolmang. Shu bay ketyaptimi? Mana bu narsaga aldanib qolish kerak emas. Haqiqiy high, haqiqiy low. Bu yoqda haqiqiy low mana bu. Tushunsa, mana bu yoqdagi движениеga ahamiyat berishingiz kerak emas. Misol uchun mayda chuydaligga detalga qarasangiz, mana order flow solyapti. Mana bu birinchi blok ketyapti. Aslida bu ham ishlayvergan. Misol uchun bu yoqda qanaqadir bayga moment bo'ldi, stop oldingizmi? İşte qanaqadir selga qarab, rasmga qaraymiz, qarasangiz, selga qarab deb bu yoqdan sal qaraysiz. Вообще-то shunaqa. Shu narsani test qiling. Вообще-то high low'larni tushuning. Umuman maqsad, mani darsdan maqsadim enter emas. Ya'ni high low'lar dividenlarni tushuning. Mana bu yoqda nimaga ishlamagan? Do'sti, mana bu narsaga touch bergan. Bu narsaga. Bo'ldi. Bu yoqda qanaqadir haqiqiy high low'lar biz anglatish kerak. Bu yoqda ham misol uchun mana bu narsaga touch bergan. Ya'ni mana bu diapazonga aldanib qolmaysizda. Bu ko'rursiz. Mana bu diapazonga aldanib qolmaysiz. Bu yoq liquid. Ketaverasiz misol uchun. Bu yoqda order flow'ga qarang. Prosta order flow'ga qarab keting. Ya'ni baychilar kuchlimi? Bo'ldi, yengilab ketaveradi o'zini o'zi. Bayerlar kuchli deb qarab ketavering. Baychilar kuchlimi-da? Bo'ldi, prosta kuchli olish kerak, tamom. Bu yoqda misol uchun yana katta time frame'ga qadaladi bu. Katta time frame'da bu yoqdan ketishiga ham sabab bor. Bo'ldi. Asosan shu narsaga ahamiyat bering. Qaravering, bozorda judayam ko'p bunaqa momentlar. Sessiyalarni tushunishga harakat qiling va haqiqiy high low'larga ahamiyat bering baribir. Order flow eng важный joy. Order flow topa olsangiz, ichidan blok topish muammo bo'lmaydi. Shu narsaga qarang. Qarayotganda M1 ga qaravering. Nimaga M1 da ishlayapman? M1 da qarang. Topishingiz osonroq, tez M1 da juda ko'p bu holatlar. Ishlagan joyi ham, ishlamagan joyi ham juda ko'p. Asosan shu, buni advanced darajaga chiqaramiz. Hozircha shuni tushuning. Ya'ni sizga vazifa oddiy. Mana bu harakat bo'ldimi? Mana bu harakat bo'ldimi? Mana bu diapazonni oling. Reaksiyasini ko'ring. Selga ham, bayga ham. Reaksiyasini ko'ring. Ikkita blok toping. Bitta bayga bo'lsa eng pastdan chiqasiz. Selga bo'lsa eng tepadan birinchi blok. Blok topish ham unutmabman. Blok topish nazariya tushuntirib ketdim. Shuning uchun qarang. Mana bu order flow'sini sizda qarama-qarshi switchani. Qarama-qarshi switchingizni buzib bo'la oladi. Asli qarama-qarshi ham desak bo'ladi, range'da xullas. Buni tushuntirish uchun ko'proq kerak. Shu narsaga ahamiyat bering. Order flow'sini bu yoqda sinishdan oldingi bitta range yig'ilib qolgan joy. Mana bu yoqda qarama-qarshi switch yo'q deyishingiz mumkin. Qaysidir time frame'da bor, yig'ilgan ko'rinib turibdi. Chiqishdan oldin mana bunaqa bo'lib chiqib ketganda.
qolsin, ya'ni chiqib ketgan. O'sha ketyapti. Rival rollarni yaxshi tushunishga harakat qiling. Boshqa darslar ham bor YouTube'da. Professional teacher emasman, professional trader ham emasman. Lekin juda ko'p treyderlar shunaqa ishlaydi. Ya'ni haqiqiy high yiligi mixlab yashash kerak, shuni haqiqiy low. Yo advance chizib beradigan bo'lsam, misol uchun, mana highni mana bunaqa bo'lib chiqib ketadi odatda. Zero time frame mana bunaqa. Уже bizda mana bu birinchi liquid. Buni mana bunaqa holatda siz bu yoqdan bayqarab qo'ysangiz qiyin. Liquid olindi, endi bizda mana bu qaysidir bloklardan keyin ketish ehtimoli bor. Agar haqiqiy order flow va trend to'g'rida qolsangiz. Biz uchun eng удобный joy mana bu joy. Mana shu joy. Salda ham xuddi shu narsa. Ya'ni tushdan oldin bitta blok tashlaydi, ikkita blok tashlaydi, bu yoqda ko'p yig'ilishlar. Shunday tushib ketadi. Bu yoqda liquid olindi, bu yoqdan chiqadi, bu yoqdan chiqadi, keyin tashlayveradi. Shu qoida mana shu blokdan engulfing strukturalar. Engulfingdan qarang. YouTube'dan boshqa qo'shilib izlanishingiz kerak. Mana misol qancha движение bo'lgan bu yerda. No, вообще murakkab bozor aslida. Ko'ring, qancha ko'p vaqt o'tkazsangiz, qancha ko'p bilim o'rgansangiz, shuncha yaxshiroq. Katta time framelardan bog'lab, hammasini chiroyli tushirsiz. Bu ideal degan. Misol uchun, o'xshagan joyni ko'rsatib berib deyishingiz mumkin. Shu o'xshagan joyni topishingiz kerak, ya'ni topishimiz kerak. Yurib turgan joyli bozor. Shablon bitta va ikkitasiga ideal ko'rsaman. Shu bilan yakunlaymiz. Order flow sindi. Bu yoqda okay, sinib. Endi nima qilish kerak? Hozir nima deb qabul qilamiz? Baychilar kuchli. Okay, baychilar kuchli ekan. Bizga eng qulay sotib olish joyi mana bu joy. Okay. Ikkinchi qulay joy bu joy. Shu yoqdan tasdiqqa kirib ketaveramiz. Endi silga ko'radigan bo'lsak, boylarni filtr qilishni o'rganamiz ham. Yoqda ham wear sell kutuvchi bilan. Sellga sizga hozir idealroq tushuntirish kerak. Ko'zinglar yaxshi shakllanish uchun qarang. Order flow mana. Hop, okay, order flow. Hozir nima ekan? Sellchilar kuchli ekan. Chunki bizda mana bu joy уже qilib qo'ydi. Oxirgi bayerlarni yengib qo'ydi. Sell juda ana bilan yo'q. Endi bizga eng yaxshi blok, eng yaxshi qulay sotaveradigan joy. Уже bu yoqda aytgandim. Nima bo'lish kerak? Engulfing bo'lish kerak. Engulfing ham turlari bor va ularni qarash kerak, o'rganish kerak. Strukturaga tayaning, shunaqa narsalar bilan intriga qiling. Bo'ldi. Aytganimdek, mana bu aslida liquid. Liquidni oldi, blok keldi, tushib ketdi. Bo'ldi. Hech qanaqa boshqa narsa kerak emas. Order flow deb mana buni olasiz. Mana buni olasiz. Sellga mana bu yoqda blok deb olasiz. Tushib ketaveradi. Yo'nalish to'g'ri topsangiz bo'ldi, ketaveradi. Hammasi joy-joyiga ketaveradi. Уже bu yoqdan qanaqadir order flow olasiz. Order flow oling degan sabab kim kuchliligini bilib oling.
Уже keyin bora-bora mana bu joylardan bayga qarashga boshlaymiz. Bora-bora mana bu joylardan shu bay kuchli tarafga qo'shilib olishi urgan asta. Ko'ring, behdas qiling, bozorda juda ko'p ko'ring. Bozorda juda ko'p o'tiring. Ko'p ko'ring. Nimaga o'xshamayapti? Nimaga qanday? Aslida mana bu joy o'xshamasligi ham qarab kelsak, mana bu yoqda har bitta hello bekorga shakllanmagan bo'ladi. Buni tushishiga sabab bu bo'lgan. Kattaroq ko'ring ekranni. Kattaroq qarang iloji bo'lsa. Mana tushishiga sabab. Bu tushishiga sabab mana bu. Sizda nimadir o'xshamadimi? Shu joyga qarab turing. Mana bu tarzda o'yin. Mana magnit yonib qo'yganim uchun tortib turibdi svechlar bir-biridan. Har bittasi. Ya'ni yanayam kattaroq, misol uchun. Narsalar time frame'dan o'zi tortib ketaveradi. Bizni o'chiramizda o'sha man sizga mana hamma narsani tushuntirishga harakat qilaman. Kichkina time frame'dagi struktura katta time frame'ga switch bo'ladi, to'g'rimi? Unda bizda baytlar kuchli ekan, bayga talablar yordi, yili ketyapti. Endi man sizga hozir примерно shu joy qanaqa sham bo'lib qo'yganini ko'rsataman. Haligi chizib bergan shamim shakllanib qo'ygan bu yoqda. Shu mana qarang. Nima bo'lib qoladi dedim. Kichkina time frame'dagi struktura, mana qarang. Mana bu struktura просто ikkita sham bo'lib qoldi. Sham bo'lganda ham qanaqa bo'ldi? Mana o'zidan oldingi shamni xona bilan yordi, engulfing bo'lib qoldi. Engulfing strong full shuni. Bir minutlik time frame'ga o'tamiz. Qarang. O'sha ikkita sham, kichkina time frame'da mana bu struktura. Bo'ldi, shu narsani tushunsangiz, keyin strukturani ko'rib switchni ko'rib olasiz. Biz ancha yengillayveradi.